Assalomu alaykum. Vannaga stul qidiryapsizmi? Neobichniy yaxshi sifatli narsani vallistada. Mana shu narsamiz 70 vannani enidan tortib 90 li vannagacha xudo xolisa bemalol regulovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu akril listovoy bo'ladi. Ves olishi 130 kilogacha bemalol vesni oladi. Undan tashqari bizada buni oyoqli variantlari bor. Kichkinaroq desangiz, kichkinaroq, balandroq desangiz, balandroq. Balandrog'i yaxshi tomoni yosh kattalarimizga, qorni bor odamlarga zo'r bo'ladi. Ya'ni o'tirib turish ancha oson bo'ladi. Har qanday dushovoylarga ham bemalol chikanlarga qo'yib qo'yasiz. Buni yaxshi tomoni mana bunaqa kafil qilib tashlagandan ko'ra, kerakli payt olib kirib qo'yasiz, kerakmas payt olib qo'yasiz. Joyingiz keng bo'lib turadi-da. Buni o'sha ixchamroq, kichkinaroq desangiz, kichkinaroq variantlari bor. Mana ko'rib turganingizdek, ves bemalol 150 kilo, 140 kilogacha ves oladi. Undan tashqari valliz uchun bizada mana bunaqa yastig' ruchkalarimiz ham bor. Vallizga tashlab yuraverasizlar. Narxlarni bomba narxlarda qilib beramiz. Salomat bo'linglar.